yuragim oddiy oshdan bosh bo'lar. Ko'zlagan ishlarim doim besh bo'lar. Boshimda savlat bo'lib tursangiz ota. Assalomu alaykum aziz mehmon va mezbonlar. Bugun mana shu yoz oqshomlarining ajoyib kechalaridan birida biz Bahodir akamizning xonadonlarida 52 yoshlarini qarshi olish bahonasida farzandlarining dil izhorlariga, samimiy tilaklariga, go'zal yuraklari tubidan asrab kelayotgan eng sara so'zlariga bugun birgalikda guvoh bo'lamiz azizlar. Barchangizga mana shunday ayyom muborak bo'lsin deymiz ahli xonadonga. Assalomu alaykum yana bir marta Bahodir aka. Ayyomlar muborak bo'lsin. Kutganmidingiz? Nima deb o'ylaysiz? Bu mana shunday chiroyli bezaklarni, samimiy izhorlarni bugun siz tomonga kim qaysi farzandingiz yo'llab turibdi deb o'ylaysiz otajon? To'g'ri topdingiz. Mana bu guldiroz qarsaklar azizlar, mana shu otajonimiz qarsakga bo'ladi bitta farzandlar. Faqat bitta dadajon, boringizga shukur deb qo'yamizmi farzandlar? Guldiroz qarsaklarni chalamiz bugun. Tortinish yo'q, yalish yo'q. Mana qizimiz keling. Sevinchxon qizimizni ham bu yerga chaqiramiz. Dastlab bugun Bahodirimiz uchun yuraklarining tubida 30 yillik turmushlarida mana shu yillar davomida eng sara tuyg'ularni, eng sara so'zlarni saqlab kelayotgan Sofiyaxon umr yurtdoshlaridan, Sofiyaxon onajonimizdan bugun izhorlarni eshitishga tayyormisiz otajon? Keling onajon, yaqinroq kelasiz. Chiroyli qilib birinchi ta'riflaysiz umr yurdoshingizni va eng sara so'zlaringizni, shu paytgacha aytmagan samimiy izhorlaringizni farzandlaringiz yonida turib umr yurdoshingizga, shu xonadoningizning karvoni, sarvoniga yo'llab qo'yasizga umidamiz. Marhamat. Avvalo assalomu alaykum. Mana bugun avvalo xo'jayinim 30 yil bo'yi turmush qurganimizga mana to'rtta farzandimiz bor. Allohga shukr. Shu xo'jayinim ham kamtarin, yaxshi inson. Allohim men shu Xudodan so'rayman. O'zimizcha bolalarimiz boshiga bosh bo'lsin. Allohim uzoq bo'lsin. Bolalarimizni Xudodan qo'shni xo'jayinim ekanligini Alloh nasib qilsin. Sog' bo'ling doimo. Ularga aytaman cheksiz hurmatim, ularga baxshida umrim xizmatim. Men uchun eng ulug' ushbu insonlar otam davlatimdir, onam jannatim deya mana shunday ko'zlarini qarog'ida, kipriklarida avaylab o'stirgan farzandlar jonlaringiz Ismatjon, Ismoiljon bersam maylimi? Mana shu Abdurahimjon qachon sizga qarab otajon, men sizni yaxshi ko'raman. Boringizga shukr. Yaxshiyam borsiz. Ha yaxshiyam yonimda doim do'stsiz, tog'siz, yo'limdagi qoyalarni suruvchi bog'bonsiz deb aytadijon. Oxirgi marta shu fikrlarni eshitdingiz bolangizda. Endi aytadi. Demak, qarshingizga chiqadi Abdurahimjon, qarshilariga borib ko'zlariga qaraysiz. Ko'zlariga qarab bugun hammani yonida sizga so'z beradilar. 1 yillik rejalarini qarang. Bugun Abdurahimjondan mana shunday chiroyli tilaklarni qabul qilib olyapsiz. Abdurahimjon so'z beradilar. Keyingi yil xuddi shu kunda sizni umra safarlariga jo'natadigan yo'llanmalarni mana shunday chiroyli tilaklar bilan, mana shunday qora ko'zlarning hamrohligida topshirishni sizga va'da beradi. To'g'rimi Abdurahmonjon? Avvalambor assalomu alaykum. Dadasi tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yuzlarga kiraversin. Otajoningizga qarab gapiring. Oilam sizni, farzandlaringizni, onamni baxtida sog' salomat bo'lishingizni yaxshi ko'raman. Yashang, quchoqlab qo'ying. Mana shu haqiqiy mehr, guldiroz qarsaklar azizlar. Mana
shu peshonalaridan o'tib qo'ying farzandi arjumandingizni kuling Abdurahmonjon hali tugamadi bizni peshonalaridan o'tib hadisi qudsilarimizda shunday aytiladiki peshonamizda qizlari bor ekan otajon ana shu doimo peshonalaridan o'ping farzandlaringiz yoshlar keltirib bering peshonasidan o'pib qo'ying qizingizni qarang sizga qanday mehribon qiz ekan ko'z tegmasin ilohim otam davlatimsiz boshdagi tojim qalbim Ka'basining ulug' hojisi umringizni ziyoda etsin Xudoyim joningizni omonda saqlasin doim ummat bo'lgan kuningizda yo'llabon tilak yana bir qutlug' yosh bo'lsin muborak otajon Gulroz Hasanlar hozir sizda kechyapti qarang mana shuncha qo'ni qo'shnilar qavmi qarindoshlar oldida his-tuyg'ularingiz bilan bizga o'rtoqlashing yoqdimi bu mana shu kun yoqdimi sizga eng yodda qoladigan tug'ilgan kuningiz bo'ldimi 52 yillik umringiz eng chiroyli sahifasida to'g'rimi doimo sog' bo'ling hurmatli otajon otam qo'shiq baland qiling qo'shiq mana shuncha yil davomida tinimsiz mehnatingiz oq yo'lni ko'rsatib qilgan nasihatingiz va bizni mana shunday kipriklaringiz ustida avaylab asrab o'stirayotganligingiz uchun tunlarini doimo sog' ana shu ko'zingizdagi baxt doimo porlasin ko'zingizdagi quvonch ko'zingizdagi baxtga omadga mehr muhabbatga ko'z tegmasin mehringizdan yashnab yuraman bormi Abdurahim bugungi xizmatimiz yoqdimi sizga ham zo'r gap yo'q xursandmisiz juda ham xursandman boshqalarga otajoningizni qarang xursandligidan ko'nglingiz to'ldi ko'nglim to'ldi boshqalarga ham tavsiya qilaman zo'r sog' bo'ling doimo yaxshi kuningiz mana shunday yaxshi kunlarda bosh bo'lib yuring rahmat sog' bo'ling